Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her kaysi çaylardaki kerindaşlarım. Hemmeğlanınki şu vakti ve bunu dikinki vakti hayırlık olsun. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan silahı. Allah'ınki cennet salamı bulgan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyen salam bilen birlikte bugünkü tedbir sizin derslerden tedbir sizin derslerden 14. dersimiz bolgan erken Sıdık akımızdaki sizler bunu nimeli körep tuğan kitabın ismini köyden qarindaşlar yani Erkin Sıdık yazımıdır 6. kitap Din, İlim, Pen ve Zamanivilik. Aşı kitaptan dinimizni kıyınlaştırgan üzümüz degan bir makalesi varken aşı makalını birlikte övünüp ötümüz canım dostlarım. Bugün Amerika'nınki San Francisco'ga Erkin Sıdık akımızdaki silah keynidi köygenge okşaş Tor kitap ve Tedbir Neşriyatınınki kitaplarını birlikte üç bola kılırken hemmisi boşqa gayelerge bizdinki şirketimizdinki çıkargan İslam Nime degan kitapnınki hanzucusu bilen Uygurcusun birlikte silvettik. İnşallah San Francisco'daki kerindaşlarımız, yaşlarımız bu kitaplardan faydalangusi. Bugün ben şu münasebet bilen yani Erkin Sıdık yazımıdır 6. Tor kitabıdır. Din, İlim, Pen ve Zamanivilik. Yani Din, İlim, Pen, Zamanivilik'te 3 kitabı var. Bu 3. kitabıdaki makale. 107. bettiyken dinimizni kıyınlaştırıp etken üzümüz. Ben miyage patmay dinimizni kıyınlaştırgan üzümüz dep yazıp koydum. 2016 yıl 3. ayının 4. günü vatandaki torbetlerde ilan kılıngan makale bu. Makaleni Erkin Sıdık akımız manda başlaptı. Men aldığım xetim akıl paraset bilen iş kılışının zürürlüki hakkıda degen temini tayyorlap torlağı yollagan dinkin o xeli köp qarindaşlarının yaqtırıp oquşuğa erişti. Bu ahvaldan men munayit xuşal bulup kılgan emgikimge bir xil razimellik his kıldım. Men muşu münasebetten paydalanıp bana samimi sözler bilen medet bergen barlık qarindaşlarga rahmet eytimen. Musulmanlar bilib-bilishga tegishlik naiti muhim bilimler yana bar bulup Allah buyursa men şularni davamlıq uyg'urchalaştırıp yollashga tirişimin. Ben bu qatim Oyganның yani Numan Alixanның yeni bir dokladının mezmununu tunuşturumen. Bu dokladını Amerika'da ötküzülgen 2015 yıllık Şimali Amerika Musulmanlar Çemberiki ve Musulman Studentlar Birleşmesi Kurultayı da sözlüğün bulup onun temisi İslam asan din bulup onu kuyunlaştırıp etken üzümüz iken. Ben bu dokladının hemmesini birlik etimde uygurlaştırıp bulalmay bu qatim torlağa onun yerimini çıkarıp turdum. Kalgan yerimini keyinki qatim çıkarımen. Bu makalenin destekli kısmında aldığım qatimlik makaledeki davetçilik başkalarını İslam yoluga teklif kılış demek doğru degan mezmununu tuluqlaydigan mezmun bar bulup kalgan kısmı burun tonuşturulup bakmagan. Şoňlaşqa men barlyk qarindaşlarga mazkur makalany kem degende bir qatim okup bakışını tavsiye qilaman. Bir işni to'g'ri qilish uchun o ishning to'g'risi nima ekanligini bilish kerak. Men hozir tunishtirayotgan mazmunlar Uyg'urlarning bundan keyingi bir qism ishlarining sog'lom elib berilish uchun nihoyatda muhim deb o'ylayman. Mening tuvanda bayon qildig'im butunlay Uyg'onning so'zlari bo'lib, agar onunğa özümün köz qarışını qoşup koymakçı bolsam, onu bir ilave şeklinde kıstırıp ötümem. Tüvendeki mezmundaki küçük timilani men üzüm koydum. Depti. Hatta bu yerde resimlimi kiriştiripti.
Bununki PDF'ni ko'rsanglar, ranglik resimni ko'ralaysizlar. Sura Nahlning oxirgi qismidagi bir oyatda Alloh mundaq deydi: Parvardigoringning yo'liga aql, farosat va yaxshi ta'lim bilan da'vat qilgin. Hamda ular bilan eng yaxshi uslubda munozirlashgin. Sura Nahl 16 sura 125-oyat. Bu oyat odatda Parvardigoringning yo'liga taklif qilgin deb tarjima qilindi. Bu oyatdagi bil hikma degan so'zning ma'nosi aql, farosat bilan degan ma'noni bildirdi. Shuningdek aslidagi oyatni Parvardigoringning yo'liga aql, farosat bilan taklif qilgin deb tushunish mumkin. Bu oyat ustida biroz cho'nqurroq o'yinlab boqaylik. Boshqalarni taklif qilish bir xil aktiv holdagi do'stlik, aktiv holdagi oq ko'ngillik va aktiv holdagi kuyinishdan iborat. Siz o'zingiz o'chkiradigan bir odamni bir yerga taklif qilmaysiz. Hamda siz bir kimni ochiqlanib turib taklif qilsangiz, taklifiniz unum bermaydi. Demak, da'vat ideyasi yoki boshqalarni islomga taklif qilish ideyasi siz da'vat qilmoqchi bo'lgan kishiga kuyinish, onunga adab bilan muomala qilish va uni hurmatlashni o'z ichiga oladi. Da'vat qilganda so'zlaringiz o'chmanlikka tushib ketsa bo'lmaydi. So'zlaringiz boshqalar ustidan hukm pitishga tushib ketsa yana bo'lmaydi. So'zlaringiz boshqalarni ko'zga ilmaslik bilan tushib ketsa yana uni bo'lmaydi. Ya'ni o'zingizni sizning gapingizni anglayotgan kishilardan ustun qo'yib olsangiz bo'lmaydi. Da'vatchilik bilan shug'ullanganda siz yuqoridagi ishlarning hech qaysini qilsangiz bo'lmaydi. Agar siz shu ishlarni qildi ekansiz, sizning qilganingiz da'vatchilik bo'lmaydi. Sizning qilganingiz taklif qilish bo'lmaydi. Qadrli qarindoshlar, men boshqalarni taklif qilganda uni uyimga taklif qilaman. Biror cho'ng yig'inga taklif qilaman. Biror sayohat o'rniga taklif qilaman. Biror programmaga yoki biror restoranga taklif qilaman. Ya'ni men kishilarni bir manzilga taklif qilaman. Men hargizmi kishilarni bir yo'lga taklif qilmayman. Biz kishilarni yo'lga taklif qilmay, ularni bir manzilga taklif qilamiz. Ularni yo'lga taklif qilsak, aqlga uyg'un kelmaydi. Ammo bu oyatda Alloh kishilarni Parvardigoringning yo'liga taklif qilgin deydi. Bu yerdagi taklif bir manzilga qaratilmay, bir yo'lga qaratilgan. Shuningdek bu taklif boshqa hech qanday takliflarga o'xshamaydi. Bu Qur'ondagi bir eng muhim hikmatdir. Siz bir odamni uyingizga taklif qilib, o kishi uyingizga 2 soat kechikib keldi ekan, siz undan xafa bo'lasiz. Ya'ni o manzilga vaqtida yetib kelmaganligi uchun xafa bo'lasiz. Agar siz bir yo'lga taklif qildi ekansiz, siz 1000 kilometr mangdingizmi yoki aran 10 metr mangdingizmi, o muhim emas. Siz yo'lga chiqib bo'lg'achqa, siz nishonni amalga oshirib bo'lgan bo'lasiz. Boshqacha qilib aytganda, Allah bizga bir nihoyatda qimmatli narsani sovg'a qilgan. Ya'ni da'vatchilikning ma'nosi kishilardan bir manzilga yetishni talab qilish emas. Ulardan mukammallikka yetishni talab qilish emas. Allah hech qanday bir kishidan o'zini Allohga hech qanday xatolik o'tkazmay, mutlaq holda, to'liq holda %100 topshirib etishni kutgan emas. Allah kishilarning o'xshash saviyada bo'lishini kutgan emas. Bu degan bir yo'l bo'lg'achqa, bir qism kishilar yana bir qism kishilardan tezroq mangadi. Bir qism kishilar oldida ketib, yana bir qism kishilar orqada qoladi. Bir qism kishilar safarni yangidan boshlagan bo'lib, ular har kuni intayin qisqa oraliqni yuralaydi. Shuning bilan hech qanday ilgirlash yasamagandek his qiladi. Ammo yuqorqilarning hammasi bir muvaffaqiyat bo'lib hisoblanadi. Agar shu kishilardan birari manzilga yetib bormay turib, safar ustida yoki yo'lda o'lib ketadi ekan, Alloh uni qabul qiladi. Sababi u yo'ldagi safarni boshlab bo'lgan.
İslamdan ibaret bir bütün din, bir yol deb tasvirlangan. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. Sura Fatiha 6-oyat. Yo'lning aloyidligi ilgirlash yasash bo'lib, Allah bizga qanchalik tezlikda minishni va son jihatdan biz qanchalik ilgirlash yasab bo'lishimiz kerakligini aytgan emas. Sababi her bir inson boshqa insonlarga o'xshamaydi. Ba'zi kishilarning islomga kirishkichi bo'lgan safariga vaqt ketadi deymiz. Bu ish islomga kirib bo'lgandan keyin o'xshash. Ba'zilar islomga kirib bo'lgandan keyin uni ilgirlash hosil qilish uchun vaqt ketadi. Hamma ish bir kechada bitmaydi. Bir qism sahobalar burun islomga butunlay qarshi turg'uvchilar bo'lib, ashundoq bir holatdan islomni to'liq qabul qilish holatiga kelguncha bir mezgil vaqt ketgan. Payg'ambar alayhissalomning yana bir qism sahobalari islomni qabul qilishda xeli zo'r qiyinchiliklarga duch kelgan. Ular uchun islomni qabul qilish hargizmo osonga to'xtamagan. Sahobalarning hammasi Hazreti Abu Bakr Siddiqdek bo'lgan emas. Sahobalarning hammasi Hazreti Umar ibn Xattobdek bo'lganmi emas. Kishilarning saviyasi o'xshash bo'lmaydi. Musulmonlar tarixidagi eng yaxshi avlodlar davrida haroq haqidagi oyatlar nozil bo'lgandimi, ular bir qatimdala nozil bo'lgan emas. Bu oyatlar 3 qadamga bo'linib nozil bo'lgan. Ashu sahobalarning bir qismi uchun haroqdan biroqli voz kechish tas bo'lg'achqa, Allah ularning asta ilgirlash yasashiga, asta pishib yetilishiga yo'l qo'yib, haroq haqidagi oyatlarni 3 bosqichga bo'lib tushirib, haroqni eng oxirgi oyatda cheklagan. İlave, haroq haqidagi oxirgi oyat mundaq: "Ey mu'minlar, haroq ichish, qimar o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal salish shaytonning ishi, paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar." 5-sura 90-oyat. Hozir bir qism kishilar boshqalarga da'vatchilik qilib, ulardan bir damdala bir sahabadek adam buluşunu kütüdü. Sahabadek bo'lmagan taqdirdimi 24 soatning ishidila bir nihayet yuqori dereceli musulmon bo'lishni talab qiladi. Shu narsa esimizda bo'lsinki, kishilarni o'zgartirdigini sizning yoki mening so'zim emas. Kishilarni o'zgartirdigini Allohdir. Tuvanda men hozir musulmonlar orasida saqlanayotgan bir qancha ig'ir masalalar ustida to'xtalaman. Qadrli qarindoshlarım, bu tabliğninki, yani bu dersininki, leksiyaninki İngilizcesini Numan Alixonnikidan anglasanglarmi, onun Türkçe tercümesimi bak qadrli qarindoshlar, onu tinglab baqsanglarmi bo'ladi. Yani sorgulayan musulmon degan bir grup var. Shularning ichida shu leksiya bor. Yani bizim Uygurca'da babı yok mu bilmeymen. Erkin Kam'ınki tercüme qilib qo'ygan bunu makalesi bakim meni. Birinci, kishilarni jannatga kirishdan ümidsizlantirib etish. Mening bugungi to'klatimning mazmuni hozirgi dunyo bilan oxirat haqida bo'lish kerak edi. Men so'zimni yuqoridagi mazmundan boshlashimdagi sabab, bir qism kishilar da'vat qildim deb kishilardagi umidni butunlay yo'q qilib etib bordi. Biz boshqalardan nihoyat tezla, nihoyat ko'p o'zgarish yasashni talab qilamiz. Hozir da'vatchilik bilan shug'ullanayotgan bir qism yoshlar mening yenimga kelib, qilayotgan ishining unum bermayotganligi, so'zlashgan kishilarda o'zgarish bo'lmayotganligi, ularning gunoh bo'lgan ishlar bilan davomli shug'ullanayotganligi, shunglashqa o'zlarining yana qanday qilsa bo'ladiganligini bilmayotganligi haqida menga shikoyat qilyotdi. Men ularga, siz ashu kishilarga savrchan bo'lib, nimaning to'g'ri ekanligini ularning samiga selib qo'yishni davomlashtiring. Ulardan voz kechmang. Siz qilgan so'zlar ularning yuragida bir tal urug'dek yiltiz tortib yo'q. Alloh o urug'ni o'stirib yo'q. Siz bilmaysiz. Siz ularga degan so'z yana bir yildan keyin unum berishi mumkin. Bir kunning ichida yoki bo'lmasa
yana 10 yildan keyin önüm berishimi mumkin. Uni siz bilmaysiz. O ishlar bizga bog'liq emas, da'vatiman. Sababi shuki, Allah yuqoridagi oyatning oxirida mundaq deydi. Parvardigoring haqiqatan onun yo'lidan azg'anlarni obdan biladi. Hidayet tapquchilarni obdan biladi. 16. sure 125. oyat. Kimning azg'anligini, kimning to'g'ri yo'lga kirganligini Allah bizden yaxshiroq biladi. Bir qiz hijoblanmagan, sirtqi ko'rinishi bir musulmonga o'xshamaydigan bo'lishi, ammo uning yuragida bir quyun bor bo'lib, uning yuragi Allohga burilayotgan bo'lishi mumkin. O qiz o'zgarish yasash jihatda o'sha paytning o'zida sirtqi ko'rinishi bir mukammal musulmonga o'xshaydigan yana bir odamdan Allohga yaqinroq bo'lishi mumkin. Men sizlarga ajoyib hikoyadan birini so'zlab beray. Bu bir bo'lgan ish. 2 yilning oldidagi bir Ramazon oyining kechki Amerikaning Texas shtati Dallas shahrida tamoq yeyish uchun bir restoranga kirdim. Vaqt nihoyat kech bo'lib ketgan bo'lib, bir qanchamiz birga tamoq yeyotgan edik. Bizning qashimizdagi bir ustalda 2 qiz tamoq yegach paranglashayotgan bo'lib, ular qilishayotgan paranglar mening quloqimga kirib qoldi. İslam ölçüm bo'yicha qaraganda o 2 qizning kiyinishi ancha muvofiq emas bo'lib, biz ularni musulmon ekan deb o'ylamadik. O qizlarning parangi mundaq davomlashdi. Men namoz o'qimag'ili bir yildak bo'ldi. Shunga ko'nglim bir az bearam bo'lyapti. Men shundaq, hozir Ramazon. Biz berib namoz o'qisak bo'ladi. Mashinamda hijob bor. Hozir Ramazon bo'lg'achqa masjidmi texi ochiq bo'lishi mumkin. Men masjidning nerdeligini bilman. Yura, billi berib kelayli. Men bu gaplarga hayron qilib, bir narsa yeyishdan to'xtab qoldim. Ular tamoqining yarmini yeb, qolgan qismini tugatmayla o'rnidan turib chiqib ketishdi. Bu qizlar tahorat elishni bilmasligi mumkin. Fatihadan keyingi surani bilmasligi mumkin. Xuftan namozining qancha rakat o'qiladiganligini bilmasligi mumkin. Ularni men bilmayman, Allah biladi. Ammo Allah uchun ular o'qigan namoz Qur'onning yarmini yodlab bo'lgan shu oqshimidagi vaqtning hammasidami Qur'onni qiroat qilgan, ammo kallisi boshqa yerlarda yurgan yana bir odamning namozi qaraganda qadrlik bo'lishi mumkin. Ba'zi kishilar Qur'onni faqat boshqalarga ko'rsatish uchun qiroat qiladi. Biz başqalarının işçiga ularning sirtiga qarab baho beramiz. Biz faqat kishilarning sirtini ko'ralaymiz. Shunlashqa bizning kishilarni islomga taklif qilgandagi pozitsiyamiz o'zgarishi kerak. Bizning hukm bichish to'yg'imiz o'zgarishi kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, biz ularni umidlantirib qo'yamiz. Biz ularni men har qancha qilsammo mening jannatga kirishimdan umid yo'q deydigan bir to'nishqa akilib qo'yamiz. İkinci kishilardan intayin ko'p diniy ta'lim talab qilish. Qadrli qarindoshlarim, tadbiriyay sin darslari 14-sida dinimizni qiyinlashtirgan o'zimiz degan Erkin Sidiq akamizningki Erkin Sidiq yozmalari tor kitap 6. qism Din, ilim, fen ve zamaniylik 3. bölüm kitabıdan bunu makalını sizler bilen ortaklaşıvatımen qarindoshlarım. Qoluqonla tadbiriyay sin derslerinde zihningla, uyungla, xiyalingla dinimizni qiyinlashtirgan o'zimiz ekanligida bo'lsin jinim do'stlar. İkinci kishilardan intayin ko'p diniy ta'lim talab qilish. Bizni saqlanayotgan ikinci masala, biz kishilardan nihoyatda ko'p ilmga ega bo'lishni talab qilamiz. Biz kishilardan fiqh, ya'ni diniy qonun, aqida, islom tarixi, arab tili, tafsir haqida nihoyatda ko'p narsalarni bilishini kutamiz. Nihoyatda ko'p diniy ziyodalar va ularning kitoblarini bilishini umid qilamiz. Ular shuningdan keyin andin jannatga kirishi mumkin deb o'ylaymiz. Shuning bilan
kishilar qo'rqadigan bo'lib qoladi. Kishilar o'rganmasa bo'lmaydigan narsalar bak ko'p ekan. Ularning hammasini o'rganib bo'lolmasam, mening jannatga kirishimga shartim to'shmaydi ekan deb o'ylab qoladi. Qur'onda bir o'nkirda yashagan yoshlar haqida bir hikoya bor. Ular Payg'ambar alayhisalom tug'ilishidan 120 yillar burun yaşagan bo'lib, kishilar ular yeydigan narsa izlab o'nkirdan chiqqanda bayqagan. O yoshlar payg'ambarlar yo'q bir zamonda yaşagan. Ular o'zlaridan boshqa musulmon yo'q bir shaharda tug'gan. Ular ziyoli emas. Ularga bilim o'rgatadigan biror shayx yo'q. Hamda ularda ijozatmi yo'q bo'lgan. Ularning biladigan faqatla ular Allohdan boshqa narsaga ibodat qilsa bo'lmaydiganligini bilib, ularda uningdan boshqa hech qanday ilm yo'q edi. İslam tarixining eng dastlabida hozirgacha o'zining butun hayotini tafsir tadqiqoti uchun sarf qilgan ko'plagan islom ulamolari va islom ziyolilari la ilaha illalloh dan boshqani bilmaydigan shu yoshlarni tadqiq qilib, shular haqida asarlar yozdi. Bilim jihatda hech qanday qimmatga ega bo'lmagan shu yoshlar islom ulamolari uchun qimmatli qahramonlar bo'lib hisoblandi. O'ylab bakın, ishlarni biz o'zimiz qiyinlashtiryapmiz. Biz kishilardan haddidan ziyoda ko'p narsalarni talab qilamiz. Bizning boshqalardan hammadan avval kutadiganimiz ularning o'z Rabbining kim ekanligini tunishdan iborat ekanligini tushunishimiz kerak. Bizning boshqalardan kutadiganimiz ana shu bo'lsin. Ondan ularning safari boshlansın. Bir qism kishilar ko'plagan ilmga ega bo'lmoqchi bo'lsa, ular safar jarayonida shunda qilsin. Bir qism kishilar egilgan ilm jihatda ancha uzun musofani bes bo'lolmagan bo'lsa-mo, ular samimiylik jihatda bir qism bilimlik kishilardan ko'p ilgirlab ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zi kishilar arabchani ko'p biladigan bo'lg'achqa haqoratlashib ketgan bo'lishi mumkin. Yana ba'zi kishilar arabchani ancha bilmaganligi uchun oyatlarni to'g'ri qiroat qilolmasa-mo, ular qilgan qiroat Alloh uchun eng yaxshi qorilarning qiroatidanmi bakrak qadrlik bo'lishi mumkin. Undaq bo'lishi butunlay mumkin. Bugun bir yosh mening qishimga kelib, men Qur'onni qiroat qilganda bir so'zni to'g'ri deyolmayman. Alloh men qilgan qiroatni qabul qilarmi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom Bilal to'g'ligan azonni anglashni to'limi yaxshi ko'rgan. Ya'ni Bilal azondagi ba'zi so'zlarni to'g'ri chiqara olmasa-mo, Payg'ambar alayhisalom o to'g'ligan azonni nihoyat yaxshi ko'rgan. Agar bugungi kunda biror kishi mikrofonning oldiga berib Bilaldek azan to'g'laydigan bo'lsa, biz o to'g'ligan azan qabul qilinmaydi deb qarab, o odamni azan to'g'lig'ini qo'ymaymiz. Biz ochiqlanib sarang bo'lib ketamiz. Namozni qayta o'qiymiz. Ammo Payg'ambar alayhisalom Bilalning ovozlarini to'g'ri chiqara olmaydiganligini bilib turib, uni nihoyat yaxshi ko'rgan holda Bilalni azan to'g'lashga taklif qilgan. Biz bo'lsak, tajvidni yaxshi qila olmaydigan kishilarni qattiq ayiblaymiz. Sen shuni bilmasan, jannatga qanday kirasan deymiz. Biz xuddi Alloh bizdan boshqa ishlarga qaraganda mushu ishlarni bakrak talab qilgandek ish ko'ramiz. Biz kishilardan nihoyat ko'p mukammalliklarni talab qilib, ularning oldidagi yo'lni nihoyat qiyinlashtirib olamiz. Sahobalar kishilarga unda qattiq talab qo'ymagan. O'xshamagan qabilaning kishilari islomni qabul qilishga boshlab, ba'zi oyatlarni to'g'ri o'qiy olmasa-mo, sahobalar uningga yo'l qo'ygan. İslamni qabul qilgan kishilarga biz talabni bak yuqori qilib bersak, ular dindan biroqla voz kechidi. Uchinchi, boshqalar uchun jannatning eshigini yopib qo'yish. Biz kishilarga faqat eng yaxshi kishilarla jannatga kira oladi. Sen jannatga kirishga urinib baqsang bo'ladi. Ammo mushu holating bilan sen o'zingni jannatga kirman deb o'ylamsan. Azroq amaliyotchan bo'g'ina deganga o'xshash uchurlarni yetkizimiz. Alloh Qur'onni mundaq deydi:
Perverdigarınlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamingacha keladigan jannatga oldiranglar. 3-sura 133-oyat. Agar siz jannatga oldirgan bo'lsangiz, o sizning yo'lda ekanligingizdan direk beradi. Bu xil ko'rinish butun Qur'onda başdan oxiri saqlangan. Bu yerda Alloh jannatning o'ziga va o'zining elchisiga ishongan kishilarning hammasi uchun tayyorlanganligini tilga oladi. Ya'ni Alloh jannatning eshigini cheklamay, uni yo'g'on ochib beradi. Bu biz kutmagan Allohning o'zi bizga qilgan ulug' sovg'atdir. O'xshash oyatda Alloh yana bu Alloh ko'rsatgan yaxshilik bo'lib, bundaq yaxshilikni Alloh o'zi xohlagan kishilarga ato qiladi. Alloh nihoyatda cho'ng yaxshiliklarning egisidir deydi. Alloh kishilarga nihoyatda cho'ng yaxshiliklarni ato qiladi. Kishilarga umid bag'ishlaydi. Ammo bir qism kishilar fursatli bo'lsa, boshqalarni ümidsizlendirishga tirishidi. Ular davomli sende munofiqlik yo'qligini biz qandoq bilamiz? İşingda şiriklik yo'qligini biz qandoq bilamiz? Sen qilgan ishlarning hech qaysisi qabul qilinmaydi. Sen do'zaxga kirasan deydi. Bunda kishilarning o'qiydigini biz o'qigan Qur'on bilan bir kitobmidir. Men sizlarga bir misol keltiray. O bir azroq ahmoqona misolda ko'rinsimi, onun men hozir tushuntirmoqchi bo'lgan yana bir oyatga ko'p yordami bo'ladi. Qatnash qonunida mundaq bir modda bor. Mashinani tez haydaganlardan jarimani elinadi. Buning ma'nosi faqat mashinani tez haydaganlardanla jarimana elinadi emas. Uning ma'nosi kishini jazoga tortqizadigan ishlarning biri mashinani tez haydashdan iborat bo'lib, kishini jazoga tortqizadigan yana boshqa ishlarmi bor. Agar qonunning yuqoridagi moddasi mashinani tez haydaganlardan boshqa kishilar jazoga tortilmaydi deb yozilgan bo'lsa, shoferlarga gunoh bo'ladigan ishlardan faqat birisini bor, u bo'lsa-mu mashinani tez haydash degan ma'noni bildiradi. Qur'onda Allah en nachar kishilarni do'zaxga buyurdi deb yozilmagan. Agar shundaq deb yozilgan bo'lsa, do'zaxning eshigi ochib etilgan bo'ladi. Ya'ni agar Qur'onda Allah en nachar kishilarni do'zaxga buyurdi deb yozilgan bo'lsa, en nachar kishilar do'zaxga kirib, unchivala nachar emas kishilarmi do'zaxga kirgan bo'ladi. Ammo Qur'onda undaq deb yozilmagan. Qur'onda en nachar kishilardan boshqa odamlar do'zaxga kirmaydi deb yozilgan. En ichinishlik, en vahshiy va en qabih kishilardan boshqasi do'zaxga kirmaydi deb yozilgan. Ko'p sonliq musulmonlarning kallasidagi tushuncha qandoq? Bizning kallamizdagi tushuncha ko'pinchalarimiz do'zaxga kiramiz degandan iborat. Keyingi oyatda Allah en yaxshi kishilardan boshqasi, en to'g'ri yo'lni tanlaganlardan boshqasi jannatga kirmaydi demagan. Balki to'g'ri yo'lni tutgan kishilarning mutlaq ko'p qismi jannatga kiradi. Ular cehennemden saqlanadi degan. Bu yerda Allah faqat ashundaq kishilarla qutqiziladi demagan. Ya'ni cehennemga kelganda Allah eshikni yepib qo'ygan. Onundan keyingi oyatda jannat ustida to'xtalganda bo'lsa, Allah eshikni ochib qo'ygan. Allah jannatning eshigini ochib qo'yishni xohlaydi. Biz bo'lsak uni yepib qo'yishni xohlaymiz, yaxshi ko'ramiz. O'zimiz uchun emas, bo'libmi boshqalar uchun jannatning eshigini yepib qo'yishni yaxshi ko'ramiz. Ba'zi onalar o'z bolalariga unda qilma, bo'lmasa Allah seni jazolaydi deydigan ishlar bor. Siz balangizni bir mashina so'qib o'tishni istamaysiz. Balangizning palampaydan yiqilib tushishni istamaysiz. Balangiz tamoq yeyotganda arini to'g'ri ishlatmay, tishining tushib ketishini istamaysiz. Bundaq ishlarning yuz berishini zodila orzu qilmaysiz. Ammo og'zingizdan
dozaqqa kirisen degan so'z bak tezla chiqib ketadi. Bunda qilib nayt eg'ir masala to'xtashik. Undaq bo'lmaydi ekan, dozaqqa kiraman, dozaqqa kirish oson, jannatga kirish tez degan ideyani balalarning kallasiga nihoyat baldurla singdirib etimiz. Agar shunday qilsak, bu balalar kelgusida qandaqmi bir tangponglashgan hayotga erishalisin. Agar shunday qilsak, bu balalar kelgusida qandaqmi Allohdan yaxshi narsalarni kutalisin. İlave. Oygan öz dokladida aldı bilen bir yoki bir qancha oyatni arabcha o'qib, ondan ularni inglizcha tushuntirgan bo'lib, mazkur dokladning hech qanday yerida surining ismi yoki oyatning nomerini tilga olmadi. Men bu oyatlarning qaysi suriga tava, qanchinchi oyat ekanligini tepib chiqish uchun xeli tirishib baqqan bo'lsam-mo, ko'pinchisini aniqlab chiqolmadim. Aniqlaganlarimning oyat nomerini shu oyatning keyniga qistirib qo'ydim. Erkinkan bu şu maqolani yozish uchun o'ylab bakinglar. Shu nima leksiyaning o'zima 1 soat 10 minutlik bir leksiya. Men buni hech qatim angladim. Ammo erkinkan mushuni o'zlashtirib yozish uchun en az 10 soat vaqti ketgan bo'lishi mumkin. Anlap yezish onda asan iş emas. Özleştirip yine halkımızga sunuş onu asan iş emas qadrli qarindoshlarım. Şunlaşqa emgekninki, qilgan emgekninki qimmatini bilayli. Erkinkamdan Allah razı olsun. Numan Alixandek yaşladımma bu yaş tebliğ davetçi şeyhladımma Allah razı olsun. Men Numan Alixanni bek yaxshi ko'raman. Çünkü onun davetleri her daim Allah'ın ayetleri, vehiyleri bilen yani insanlarını agahlandırdı. Üzü ayetlerini okup özleştirip zaten bizde hata ketken yerini maviken de nimelerge yaşlarga olsun ya ki başka üzünün tanışıqçılarga bularını sözlep burada qadirli qarindoshlar. Yani internette yani şu medyatik yani medyani en yaxshi ishlatgan İslam davetçilerinin birinci numurluk desek bo'ladi hozir. İngilizce bildiğin qarindoshlar albatta bundan da qiynalmaydi. Bilmaydiganlarimiz shunday o'zlashtirilgan maqolalardan foydalansak bo'ladi qadrli qarindoshlar. Men davomini o'qiyman. Şam'ın vakti bo'lib qolay dedi. 33 minut bo'ldi meni. 4. haram degan so'zni xohlagancha ishlatish. Allah Qur'onni mundaq deydi. O'zinglar bir qism narsalarni yasab chiqib, ondan ular to'g'risida halol va haram degan so'zlarni parvosizlik bilan ishlatmanglar. Biz qanday qilamiz? Balalar maktabda sig'iz chaynasa, sig'iz chaynama, u degan haram deymiz. Bir bala video o'yini o'ynayotgan bo'lsa, uni o'ynama. Video oyunu degan haram deymiz. Balalar nima ish qilayotganligini qat'iy nazar boshqalarning og'zidan chiqadigan birinchi so'z haram so'zidan iborat bo'ladi. Bu ishni balalar o'zlari ijod qilgan emas. Ular bu ishni ota-onasidan o'rgangan. Ular bu ishni o'z madaniyatidan o'rgangan. Ya'ni shu balalar yashayotgan muhitdagi kishilar haram degan so'zni parvosizlik bilan hamma narsaga ishlatadi. Şunun bilen balalarımı şundak qilishni o'rganib qoladi. Dini ulamalar nimenin halal ve nimenin haram ekanligini nihoyat biladigan bo'lib, ular bir ish ustida haram deb hukm pichishdan burun birer men qatim o'ylanadi. Ammo bizning og'zimizdan haram degan so'z intayin asonli chiqib ketadi. Amaliyotda bizning tabiiy maydonimiz halolligi isbotlanmoqcha haram degandan iborat. Mescidi külmen o diyen haram. Ondak oltuğman o diyen haram. Ondak yürütülmen o diyen haram. Bundak ahvalda Allah haram kılmagan narsalarni siz özünüz haram kılıp aldığan bulup, ola siz vücutga kelip tüygen haram narsalardır. Bu narsalar çoğunqur ilmde hiç qandak menbege ega emas. Mening o'qituvchim bir qatim bizga mundaq bir hikoyani so'zlab bergan.
Onun hamma ishga dalil so'raydigan bir o'quvchisi bor ekan. Bir qatim o'qituvchi bir hadis darsini o'tib etib, halol narsalarga misol keltirganda, halaq o'quvchi muallim onun dalili nima deb so'rabdi. Shuning bilan muallim o'ltirib olib, palani, pokuni, Mehmet, Samet, Ahmet deb 20 ismni tilga olibdi. Ondan halaq o'quvchidan, "Mana bular halol narsalar. Sen hamda qoyil bo'ldingmi?" deb so'rabdi. Halaq o'quvchi "Qoyil bo'ldim" deb javob berdi. Shuning bilan muallim uningga, "Hey maymun, men hozir sinfdagi hamma o'quvchilarning ismini bir qatim atab chiqdim. Og'zingni yumib, so'zimga quloq sol. Sen bilmaysan" debdi. Kishilar har xil so'zlarni anglashni yaxshi ko'radi. Bilimi tez bo'lg'achqa ularning ma'nosiga ahamiyat bermaydi. Ondan ashundaq so'zlarga asosan boshqalar ustidan hukm pishidi. Bu bir qalaymaqonchilik. Ba'zi bolalar ancha yaxshi emas, ammo harom emas bir ishni qilayotganda yana biri kelib bu qilg'ini harom deydi. Shuning bilan u bola men harom ishlarga gadangich petib ketdim. Men hamda har qancha qilsammi uning gunohlaridan qochib qutula olmayman. Shunga o'lguncha mushundaq yashapla o'tib ketay deb o'ylaydi. Sababi biz haromning doirasini nihoyat kengaytib etib, halolning doirasini intayin kichiklashtiryapmiz. Allah bizden azroq ishdan nere tursaqla, qolgan ishlar bizga yo'l qo'yilganligi deb tursa, biz halol harom qurilmasini qaytadan yasab chiqamiz. Bizning nazar doiramiz tor bo'lg'achqa, o'zimizning ashundoq ojizligini Allohning so'zlariga so'rab kiramiz. O'zimizning ashundoq tor nazar doirasini Payg'ambar alayhisolamning ta'limotlariga so'rab kiramiz. Shuning bilan kishilarning hayotini nihoyat ichinishli qilib etamiz. Kishilarning turmushini nihoyat qiyinlashtiryapmiz. 5. Samimiyatlik. Bundaq bir cümle sözünü hemimiz bilimiz. Biz qiladigan her bir ishni faqat Allah uchun qilamiz. Ammo bu söz butunlay xato. Bir dağlıq hadis bor bo'lib, onun mundaq deyiladi. Nəhayət ko'p gunohlik ishlarni qilgan bir odam bir qatim safarga chiqqanda ussizlikdan o'lay deb qolgan bir ishni ushirdi. O odamda ozroq suv bor bo'lib, uni ichishga tamshiladi. Shu chaqda uning ichi og'rib, shuni suvni o'zi ichmay, uni itqi biridi. Shuning bilan u odam o'lganda jannatga kirdi. O odam suvni itqi birishdan burun ikki qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, faqat sen uchun men bu suvni itqi biryapman. Bu mening sen uchun qilgan samimiy ibodatim" demaydi. Undaq gaplardan ozroqmi qilmaydi. O odam faqat itqi og'ritib, uningga ozroq suv burdi. Onun namoyon qilgani chin ko'nglidan chiqqan mehribonlikdan iborat bo'lib, onun bu ishni Allah uchun qilganligining hech qanday dalili yo'q. Biz namozda Allah uchun o'qiymiz. Biz ibodatni Allah uchun qilamiz. Biz Qur'onni Allah uchun qiroat qilamiz. Biz islom usullarini Allah uchun taqitimiz. Ammo apisiga kuyish Allah uchun emas. Sizning apangizga kuyishingiz Allah uchun emas. O sizning apangiz bo'lganligi uchun. Siz hargizmi, "Apa, men faqat Allah uchun sizga kuyman. Agar Allah uchun bo'lmagan bo'lsa, sizga kuymaydim" demaysiz. Payg'ambar alayhisalom qarindoshlarining oldida kulimsirash bir xil sadiqa bo'lib hisoblanadi degan. Siz qarindoshlaringizni uchratganda ularni ko'rguningizga xo'sh bo'lib kulimsiraysiz. Allah öz dəftəriga bu iş hərəkətinizdə bir aktiv sadiqa sübutida yezib qoydu. Yəni siz bu işni Allah üçün qılmağan bolsunuzmu, Allah yenila onu bir sadiqa hesablaydı. Sizdən balınızı suyuşunuz bir xil ibadət olub hesablandı. Sizdən ayalınızı qarıtı ifadələyən muhabbetinizmi bir xil ibadət olub hesablandı. Biz qıladigan hər bir işni faqat Allah üçün qilishimiz kerak deganga o'xshash gaplarni yaxshi ko'ramiz. Ammo Allah hargizmi undaq deb boqqan emas. Payg'ambar alayhisolamni undaq deb boqqan emas. Qur'on va Payg'ambar alayhisolamning sunnatida o'ttirib qo'yilgan shart samimiyatlikdan iborat. Siz apangizga samimiyatlik ko'rsating, o'qituvchingizga samimiyatlik ko'rsating, boshqa musulmon qarindoshlaringizga samimiyatlik ko'rsating.
Şundaqla Allah'ımı samimiyetlik körüstün. Kimge qaratilgan bo'lishini qat'iy nazar sizning barliq hissiyotlaringiz pak va samimiy bo'lsin. Siz og'zingizda bir narsani deb, ko'nglingizda boshqa bir narsani o'ylamang. Qadrli qarindoshlar, hozir Istanbulda Şam namoziga azon to'g'landi. Qadrli qarindoshlar, ya'ni ikki bet bir narsa qilib, ikki bet qilib qoldi. Bunu biz o'qib etib, ondan keyin namozimizni o'qiylik. Sizning bir odamga assalomu alaykum deb salom berganingiz, ko'nglingizda u odamga qarshi hech qanday narsa qolmaganligidan darak berdi. Shunlashqa agar siz bu so'zni samimiylik bilan demagan bo'lsangiz, o so'zni demayli qo'ying. Unda qilmaydi ekansiz, samimiyatsizlik qilgan bo'lasiz. Agar Alloh sizni ashu so'zni qilishga qistavotgan bo'lsa, o sizdan ko'nglingizdagi ashu kishiga bo'lgan nachar tushunchalarni o'zgartirishingizni talab qilayotgan bo'ladi. Siz boshqalarning salimiga xafa holda va alaykum assalom deb yolg'onlardan javob qaytarmang. Chunki va alaykum assalom degan so'z aramizda hech qanday masala qolmadi. Allohdan sizga xotirjamlik tilayman. Allohdan oilangizga xotirjamlik tilayman. Allohdan hamma ishlaringizga xotirjamlik tilayman. Shundaqla men bu siz bilan yaxshi o'tishni xohlaydiganligimni jakalayman degan ma'noni bildirdi. Mana bu salomning ma'nosi. Mana bu samimiyetlik. Salom degan so'z bizga mana shundaq samimiyetlikni o'rgatadi. Men nima uchun bu gaplarni so'zlab o'tirman? Bir qatim bir yosh yigit yanimga kelib, menga bundoq dedi. Salom ustoz. Mening bir masalam bor bo'lib, uni anglab baqqan bo'lsangiz, mening bir xizmatim bor bo'lib, men uni to'limi yaxshi ko'raman. Onundan to'limi huzurlanaman. Ammo u degan bir dunyo. Shunga men o xizmatimni tashlab etishim kerak. Shundaqmi? Men o xizmatning o'rniga butun kun islomni o'rganishim kerak. Shundaqmi? Nimishqa? Chunki biz har bir ishni Alloh uchun qilishimiz kerak. Men bo'lsam o'z xizmatimni yaxshi ko'rganligim uchun shu xizmatni qilyapman. Men injenerlikni yaxshi ko'radigan bo'lib, shunga ash kasbni qilyapman. Shunlashqa mening qilganim Allohga qilingan samimiyatsizlik bo'ladi. O'zingizni bilsizmi? Sizga bu narsalarni kim o'rgatganligini bilmayman, ammo sizning ustingizdan bir qatim zaharsizlantirish elib bormasak bo'lmabdi. Payg'ambar alayhisalom bizga mundaq degan: "Pak turmushga erishish uchun qattiq tirishib ishlaydigan kishilarni Alloh nihoyatda yaxshi ko'radi." Bir odam qattiq ishlashni yaxshi ko'rganligi uchun qattiq ishlaydi. Oilasi uchun bir yaxshi kirim yaratish uchun qattiq ishlaydi. Bunda qattiq ishlashning o'zila bir xil aktiv ibodat bo'lib, u yana Allohga qilgan samimiyetlik bo'ladi. Chunki bu odamning kirim tepish vositasi bir samimiy vosita bo'lib, xizmatni samimiylik bilan tirishib ishlagan, sherikdagi sadoqatni ko'rsatgan, pulni haqiqatan o'zi ishlab topgan, oilasidagilarning turmushini kafolatga ega qilishni ko'ngliga pukkan. Qisqasi bu odam hamma ishlarda bir xil kuchli samimiyetlikni namoyon qilgan. Allohning dini to'limi go'zal bo'lib, o sizga umid ato qiladi. O siz qilayotgan har bir ishning belgili qimmatga ega bo'lishini kafolatga ega qiladi. Siz qilgan har bir samimiy ishlardan Alloh rozi bo'ladi. O bir nihoyatda kichik ish bo'lsa-mu, uning natijasi yanada o'xshash bo'ladi. Ammo biz bo'lsak, bu dinni bir qiyin narsaga, bir sat narsaga va bir ishga oshirish mumkin emas narsaga aylantirib qo'yamiz. Bu jihatda biz jinoyatchilarga o'xshaymiz. Biz ashundaq jinoyatlarni o'tkazishni to'xtatishimiz kerak. Biz dinimizning go'zalligini asliga keltirishimiz kerak. 6. Alloh ochiqlansa bo'ladi, ammo biz Allah açıklansa bo'ladi, ammo siz açıklansanız bo'lmaydi degan mazmun bilan tugatdik ekanmiz, qadrli qarindoshlar.
tedbiriyatsin dersleri dinimizni qiyinlashtirgan o'zimiz degan maqolani Numan Alixonning leksiyasining Erkin Sidiq akimizning qalamida o'zlashtirilgan Uyg'urcha nusxasi qadrli qarindoshlar. Allah Qur'onning ba'zi joylarida ochiq qilinadi. Buning nima ish ekanligini tushunishdan burun biz oldi bilan mundaq bir misol qarab boqaylik. Mening 6 balam bor. Kichik o'g'lim Vali ba'zida bo'yoqni elib, uyning temiga xat yozadi. Shuning bilan men uningga "Vali, nimishqa undaq qilsan? Nimishqa tamiga xat yozasan?" deb baqirayman. Buni ko'rgan qizim mo o'rnidan turib, "Shu, Vali, nimishqa undaq qilsan?" deb baqirashga boshlaydi. Shuning bilan men qizimga burilib, "Voy, sizga nima bo'ldi? Siz qachondan boshlab apa o'rniga o'tib qoldingiz? Men dada bo'lgandan keyin balamga vaqirasam bo'ladi. Sizga vaqirash huquqini kim berdi? Siz o'z o'rningizga tushlik ish qiling" deyman. O degan Alloh bo'lg'achqa Qur'onda ochiqlansa bo'laveradi. Uning ochiqlanish yoki xafa bo'lish huquqi bor. Ammo ba'zi kishilar Qur'ondagi ahvolni ko'z oldiga keltirib, shundoq Alloh xafa bo'lgan, men xafa bo'laman deb vaqiraydi. Biz bu yerda mushundaq ahvolga Payg'ambar alayhisalom qanday muomala qilganligiga qarab boqaylik. Ba'zilar Allohning bir o'g'li bor bo'lgan deganda bu so'z haqiqatan bu Allohning ochiqni keltirdi. Allohning shu darajada ochiq keladiki, osmon qattiq silkinib, echilib qog'ini tas qiladi. Yer yerilib ketgili tas qiladi. O'sha gapni qilgan xristianlardan biri Payg'ambar alayhisalomni ziyorat qilib kelganda, Payg'ambar alayhisalom uni o'zining masjidida turg'izdi hamda uning payg'ambarlarning masjidida xristian dinining ibodatini qilishiga yo'l qo'ydi. Demak, Allohning xristianga ochiqlanish huquqi bor. Ammo Payg'ambar alayhisalomning vazifasi bo'lsa da'vatchilik qilish. O ikisining o'rtasida farq bor. Musulmonlar shunday farqlarni tushunish kerak. Siz Allohning ochiqlanishini o'rganib, uni o'zingizning boshqalarga qaratgan ochiqqa aylantirib olsangiz bo'lmaydi. Sizning unda qilish huquqingiz yo'q. Mening unda qilish huquqim yo'q. Bu ish Allohning qo'lida. Biz ummatlar o'tirishga tangpunlikni asliga keltirishimiz kerak. Shunday qilish uchun biz o'z an'anamiz ustida intayin cho'nqur o'ylashimiz kerak. Biz Qur'ondagi bir oyat ustidami, Payg'ambar alayhisalomning bir hadisi ustidami teyiz o'ylanib, shu asosda ish ko'rishga urinsak bo'lmaydi. Urinsak bo'lmaydi. Hozir nihoyat ko'p kishilar xavfsizlik masalasiga, tushkulishish masalasiga va g'azablanish masalasiga petib qilib, Qur'onni qiroat qilganda ashunda xavfsizlik, tushkunlik va g'azablarning alomatlarini ko'rsatib qo'yibdi. Oyatlarni unda o'qiganda ularni to'g'ri tushungili bo'lmaydi. Unda qilish Allohning kitobi qilingan adolatsizlik bo'ladi. Shuningdek biz Allohning kitobiga bo'lgan samimiyatlikni asliga keltirishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalomning so'zligi bo'lgan samimiyatlikni asliga keltirishimiz kerak. Alloh bu vazifani hammamiz birlikda o'z zimmamizga elishimizga, keyingi avlodlarning umidvor musulmonlardan bo'lishiga, ularning Allohning diniga ko'tarangi ruhliq holatda qaytib kelishiga yordam qilg'ay. O'lganning doklati mana bu yerda oxirlashdi deb foydalanish materialini YouTube'dagi Islam is easy, we made it hard. Numan Alixon 2015 South Provoking degan nimadan elib shahardan ko'rib o'zlashtiribdi Erkin Sidiq akimiz. Alloh Numan Alixondan, Erkin Sidiqdan va bu dinni eqitmay, temitmay bizga yetkazgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rozi bo'lsin qadrli qarindoshlar. Shunlashqa dinimizni qiyinlashtirishdan o'rniga osonlashtirili. Alloh Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam osonlashtir degan qadrli qarindoshlar, bir-birimizni jahannamga, do'zaxga ittirishdan o'rniga jannatga taklif qilaylik.
cennetlik bir qarindishim bilan ko'rishyapman deb bir-birimizga muomala qilganda shu muomala qilaylik. Allohning o'ziga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İstanbul'dan tedbir şirketinden tedbir yaysin derslerini Abdülaziz Beş Doğrak qarindishimlar anlattı. Allah'ın o'ziga emanet bulunlar.